Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, har yili butun dunyo bo'ylab 50 ming bolada chala tug'ilgan chaqaloqlarning retinopatiyasi tufayli muammolar kelib chiqmoqda. Farzand umid yulduzi. Uning salomatligi nafaqat ota-ona, balki jamiyat, davlat uchun ham juda ham muhim. Keyingi yillarda davlatimiz siyosatida ona va bola salomatligini muhofaza qilishga juda katta e'tibor qaratilyapti. Aynan erta tug'ilgan chaqaloqlarda turli xil kasalliklarni oldini olish borasida zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlanishi bugun ota-onalarning uzog'ini yaqin qilyapti desak mubolag'a emas. Aynan erta tug'ilgan chaqaloqlarda retinopatiya kasalligi uchrashi mumkin. Buning uchun hozirda markazda retinal kamera bilan ta'minlangan. Bu esa aynan ko'z kasalliklarini oldini olishda juda ham muhim. Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy amaliy tibbiyot markazining Xorazm filialiga Davlat ijtimoiy buyurtmasi loyihasi asosida joriy yilning yanvar oyida muddatidan oldin tug'ilgan chaqaloqlarda retinopatiya kasalligini erta aniqlash, tashxislash, o'z vaqtida samarali davolash orqali nogironlikni oldini olish maqsadida pediatrik retinal kamerasi topshirilgan edi. O'zbekiston Mehr shafqat va salomatlik jamoat fondi davlat ijtimoiy buyurtmasi shaklidagi erta tug'ilgan chaqaloqlarni retinopolidan himoya qilish loyihasi doirasida amalga oshirilgan mazkur jarayon bolalarda ko'z kasalliklari bilan bog'liq nogironlikni oldini olishga xizmat qilmoqda. Yanvar oyida bizning markazimizga ko'zni tubini kameraga oladigan apparat berildi. Bu apparat yordamida erta tug'ilgan bolalarni retinopatiyasini oldini olish uchun erta tug'ilgan bolalarni nazoratga oldik va 971 bolada retinalniy kamera yordamida tekshirdik va bu kamera yordamida 130 bolada erta tug'ilgan bolalar retinopatiyasi aniqlandi va shulardan 12 tasi yuqori xavf guruhiga kirib, yuqori texnologik oftalmologik jarrohlik amaliyotlari o'tkazildi va bu bolalarda shu jarayonni, ya'ni erta tug'ilgan bolalar chaqaloqlar retinopatiyasi jarayonini to'xtatishga erishdik. Bu narsa biz uchun muhimligi shundaki, bu apparat yordamida faqat oftalmologlar ko'rishimiz mumkin bo'lgan zona, ya'ni ko'zni orqa tubini ko'rish imkoniyatini va masalan buni ham ota-onalari birgalikda ko'rishimiz mumkin, boshqa doktorlar, pediatr, neonatologlar ko'rsatishimiz mumkin, hamda diagnoz qo'yishimiz uchun bu dalil hisoblanadi. Bizda hamda buni internet yordamida poytaxtdagi muassasalarga yoki bo'lmasa chet el mutaxassislari bilan maslahatlashish imkoniyatimiz bor. Bundan tashqari hozirda bizda shuning programma ishlanib turibdi. Ya'ni bu programma yordamida sun'iy intellektda ulanadi va sun'iy intellekt bizga diagnoz qo'yish, davolash taktikalarini yordam berishi ustunda ishlanib turibdi. Hozirda shu yilning oxirida bu programma ishga tushishi kerak va bu narsa agar bo'ladigan bo'lsa ishimizni yanada yengillashtirgan bo'lar edi. Farzandim muddatidan oldin dunyoga kelgan, 28 hafta 6 kunlikda tug'ildi. Juda erta. Doimiy shifokorlar ko'rligidamiz. Mana hozir oftalmologik ko'rikga kelganmiz. Yangi tibbiy uskunalar keltirilgan ekan. Ko'z kasalliklarini erta aniqlash imkoni bor ekan. Shuning uchun mana ko'rikka olib keldim. Biz onalar juda xursandmiz. Farzandlarimiz uchun shunday sharoitlar borligidan yaratilgan ekan. Xorazm viloyatida o'tgan 2025-yilda 1271 nafar chaqaloq tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Shulardan 41 nafar chaqaloqda retinopatiyaga moyillik sabab chet mamlakatlar va Toshkent shahrida amaliyot jarayonlari o'tkazilgan. Endilikda poytaxtga yoki xorijiy mamlakatlarga chiqib davo chorasi izlashga hojat qolmadi. Muddatidan oldingi tug'ilgan chaqaloqlarda o'ziga yarasha asoratlar kuzatiladi. Bu chaqaloqlardagi ko'rlik hisoblanadi. Chunki ularda o'sha muddatidan oldin tug'ilganligi sababli ko'z pardasidagi qon tomirlarining rivojlanishi tug'ilgandan keyin to'xtaydi va ular palapartish rivojlanib boshlaydi. Shu narsa natijasida chaqaloqlarda ko'rlik rivojlanib boradi. Bu narsa bizda oxirgi yillarda shu chaqaloqlar yashab qolganligi sababli kuzatila boshladi. Nafaqat bizda respublika miqyosida va respublika darajasida Sog'liqni saqlash vazirligining 75-sonli buyrug'i chiqib, bunda albatta shu muddatidan oldingi tug'ilgan chaqaloqlarni retinopatiya kasalligiga skrining o'tkazish yo'lga qo'yilgan.
Bu albatta o'ziga yarasha mablag', o'ziga yarasha mehnat talab qiladi. Biz markazimiz rahbariyati, viloyat hokimligi hamda hamkorlar yordamida yuqori tashkilotlarga murojaat qilgan holda ushbu yo'nalishda chuqurroq bir natijalarga erishish uchun harakatni boshladik va mana respublika mehr shafqat jamg'armasi tomonidan respublika miqyosidagi 3 ta viloyatga retinal kamera, demak o'sha retinopatiya kasalligini skrining o'tkazish uchun ishlatiladigan asbob berildi. Bu prezidentimiz tomonidan berilayotgan imkoniyatlarni bizada tatbiq qilinishi. Oliy Majlis huzuridagi Jamoat fondi hamda Mehr shafqat va salomatlik jamoat fondi hamkorligida davlat ijtimoiy buyurtmasi shaklida amalga oshirilayotgan bolalarda ko'z kasalliklari bilan bog'liq nogironlikni oldini olishga qaratilgan loyiha bola salomatligida muhim ahamiyatga ega. Zero kasallik erta aniqlansa, uni davolash ham ancha samarali bo'ladi.